Zo'r maslahat beraman, havodan osmondan olingan emas, reallik bor, haqiqat gap. Qiz bolaga qancha mehr bersang, qancha yaxshi ko'rsang, qancha orqasidan yugursang, qancha ko'p sovg'a bersang va qancha yaxshi ko'rishingni u qizga bittasiga ko'rsatsang, u qiz nima qiladi bilasanmi? Seni qanchalik dalbayobligingni ko'rsatadi. Kuchsiz erkaklar kimlar bu bittagina ayolga bog'lanib qolgan, o'zini kelajagini faqatgina o'sha ayol bilan ko'rib, boshqacha bir varianti bo'lmasdan hech qanaqa представление image qilmagan, o'zini rejalarini bitta ayolda atrofida qilib yurgan erkaklar kuchsiz akalar. Axi babuylar esa o'zini cho'tki maqsadi bo'ladi, maqsadga qarab harakat qiladi, atrofdagilarning gapini umuman eshitmaydi, tendoli qiz bolaning gapini eshitmaydi. O'ziga yarasha normalniy sotsial statusi bo'ladi, ya'ni atrofdagilar hamma o'sha babuyinni hurmat qiladi. Eng asosiysi bitta qizga qarab qolmaydi, bir nechta varianti bo'ladi. O'shanaqa varianti ko'p erkaklarda qizlar tashab ketgisi ham kelmaydi, orqasidan yugurib yuradi. Bitta qizga bog'landingmi, bo'ldi, pishding do'stim. Hozir kuchsiz erkaklar juda ham ko'p. Nima sababdan? Sababi hamma fake va kuchli erkaklar Instagramda. Qizlar nimaga ishonadi? Instagramdagi emotsiya beruvchi narsalarga ishonadi. Qizlar nimasi bilan yaxshi ko'radi? Qulog'i bilan, ko'zlari bilan ishonadi. O'shaning uchun akalar faqat test qilinglar, hech kimga hech narsani isbotlamanglar, ota-ona deylar, oldiga qarab harakat qilinglar. Hech qachon qaytarib o'taman, bitta qizga bog'lanib qolmanglar. O'ldinglar degani. Qarochi, yo'q, unaqa emas, palon piston deb har xil aqlli gaplar erkaklar u bu deyishi mumkin, akalar eshitmanglar. O'zingizlarga maqsad qo'yinglar, harakat qilinglar, bo'ldi. Atrofingizlardagi hech kimni eshitmanglar, ota-onalar eshitinglar, xolos bo'ldi.